tengo el honor de dar la bienvenida al excelentísimo señor Shavkat Mirziyoyev, presidente de la República de Uzbekistán, y lo invito a dirigirse a esta asamblea. Hurmatli anjuman ishtirokchilari, biz huquqiy, dunyoviy, demokratik va ijtimoiy davlat bo'lmish yangi O'zbekistonni barpo etish siyosatini qat'iy davom ettirmoqdamiz. Bugun O'zbekiston inson huquqlari bo'yicha kengash a'zosi sifatida ushbu uchrashuvda birinchi marta ishtirok etmoqda. Demokratik islohotlarimiz yangi O'zbekistonni bunyod etishga qaratilgan bo'lib, bu o'zgarishlar ortga qaytmaydigan tus oldi. Hurmatli sammit ishtirokchilari, tahlillarga qaraganimizda so'nggi yillarda insoniyat pandemiyaga qarshi kurashish bilan bir qatorda iqlim o'zgarishi, tabiiy ofatlar va texnogen fojialarning ayanchli oqibatlarini ham o'z boshidan o'tkazmoqda. Bu muammolarning ko'lami tobora kengayib, ular nafaqat ayrim davlatlar, balki butun bir mintaqalarning xavfsizligi va barqaror taraqqiyoti uchun jiddiy xavf solmoqda. Albatta, bunday murakkab sinovlarni faqatgina birgalikda bir-birimizni yaqindan qo'llab-quvvatlagan holda yenga olamiz. The Assembly will hear an address by His Excellency Shavkat Mirziyoyev, President of the Republic of Uzbekistan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining yubiley anjumani 80-sessiyasi bilan sizlarni qutlashdan mamnunman. Biz barqaror rivojlanish maqsadlariga xomahang holda demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy yangi O'zbekistonni barpo etish siyosatini olib bormoqdamiz. Ustuvor maqsadimiz mamlakatimizda yashayotgan har bir oilaning, har bir fuqaroning inson qadrini va farovonligini oshirishdir.